Singlimni aytishicha, 21-martdan keyin qovoq iste'mol qilinmas emish. Nimaga deb so'rasam, sababini bilmayman deydi. Lekin marketlardagi tayyor chipslardan ham mazali, yana foydali bo'lgan chipsimni hamda undan tayyorlagan bomba ovqatimni ko'rib, hamma hayratda qoldi. Xullas, tayyorlanishi bunday. Qovoqni maydalab pishirib olamiz. Saryog', suv, tuz va kerakli ziravorlardan solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qoramiz. Xamirni zuvalachalarga bo'lib, yubqa qilib yoyamiz va stakan yordamida dumaloqchalar kesib olamiz va patnisga terib, duxovkaga jo'natamiz. Endi restoranlardagidek ovqat bo'lishi uchun yubqa to'g'ralgan parrak go'shtga ziravorlardan solib, yumshoq qilib pishirib olamiz. Orada yangi chiqqan pomidor, bulg'or qalampirlari bilan mazali salat ham qilib olamiz. Ziravorlarga to'yingan qarsildoq chipsimiz tayyor. Endi buni shohona qilib bezatamiz. Laganga chipslarni yoyib, ustidan yog'li suzmani quyamiz va sochni bo'lib pishgan go'shtni solamiz. Ustidan tayyorlab qo'ygan salatimizdan ham ko'p qilib qo'yamiz. Mazasi rostdan ham bomba bu. Avtorskiy retseptimni albatta saqlab oling. Yurakchani bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ko'rishamiz.